Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarga va'da qilgan kichik xo'jalik, ya'ni kichkina fermer xo'jalik uchun va uyda 10 tadan 15 ta 20 tacha mol boqadigan insonlar uchun maxsus bir mikserlarimizni ko'rsatamiz. Bular hammasi Turkiyadan kelgan. Qani ketdik. Xo'p, aziz do'stlar, sizlarga birinchi ko'rsatadigan narsam 2 kubalikdan tanishtiraman va narxini ham orada aytib o'taman. Diqqat bilan eshitamiz. Motorlari Turetskiy Volt kompaniyaniki 1.5 kilovatli motordan hisoblanadi. Tak, endi esa operator, keling ichini ko'rsating. Buni albatta ishlagan videosini qo'yaman. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita shnekli bo'ladi va bularda pichoq bo'ladi. 2 kubaligimiz 25 ga qadar molga 25 ta molga qadar ozuqani tayyorlashga qurbi yetadi. Xo'sh, yo operator, buni shunaqa qiling, chunki bu video YouTube uchun bo'ladi. Keling. 1 kubometramizni tanishtiramiz. Bu 1 kubalik, bunimiz 15 ta molga yetadi. Aziz do'stlar, bu ham Turkiyaning mahsuloti. Bir narsani aytaman, Turkiya mahsulotlariga 1 yildan garantiya beramiz. Hammasi 220 voltdan ishlaydi. Yana qaytarib aytaman, dvigateli 1.5, ya'ni 1.5 kilovat hisoblanadi. Endi sizlarga yoqib ishlataman bunisini. Quyida umumiy soni kelib chiqadi. Xo'sh, bularni balonlar bilan harakatlantirsa bo'ladi, bir ozgina qiyinchilik tug'diradi, lekin traktordan ilib tarqatsa ham bo'ladigan joyi bor, lekin bir narsani maslahat beraman, bu o'zingiz uchun qulay bo'lishi uchun balonlarni o'zingizga moslashtirib katta kichkina qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni itarganda qulayroq bo'lishi uchun. 10 daqiqadan 15 daqiqa moslashtirib boyagi molxona. Xo'sh, buni narxi 1 kubalikning narxi 15 ta molgacha yetadi. Qo'yni hisoblaydigan bo'lsak, bitta molga 3 ta qo'yni ko'paytirasiz. Shunda umumiy qo'ylarning soni kelib chiqadi. Tak, buni narxini aytib o'taman. $2750. Buni narxi esa aziz do'stlar $4500. Buni narxi esa keling, bu yerda 1.8 kubaligimiz ham bor. 1.8 kubaligimiz ham bor. Bu yerda ikkita shnek. Operator keling. Bu statsionarniy. Hozir men buni o'chirib qo'yaman. Bu statsionarniy. Bu statsionarniy bo'ladi aziz do'stlar. Bunga alohida arava olib kelib, bu yerda qaranglar. Operator keling. Ozuqa tayyor bo'lganidan keyin mana shunaqasiga, tak. Men adashmasam bu tomondan ko'tarishim kerak edi. Mana shunaqasiga ko'tarasiz, ozuqa to'kiladi. Bu funksiya hamma karmaraz datchiklarda bor. Ya'ni bunda ham bor. Operator keling. Istasangiz traktor bilan olib ham tarqatsangiz bo'ladi va mana bu yerda yopiladigan ozuqani to'kish sistemi bor. Chiqarasizda, yopasiz. Qolgan hammasi elektrический. Narxini aytdim. Eng kattasini narxi darhaqiqat $4750 bo'ladi. Hammasiga 1 yildan garantiya beramiz. Manzilimiz Toshkent viloyatida joylashgan. Dastavkaga keladigan bo'lsak, dastavkamiz yo'q, Isuzular kelsa chiqarib yuboramiz. Chunki og'ir narsa, o'zimizning hozirgi kunda transportimiz yo'q bo'lgani uchun tovarlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Undan tashqari chisalkalar bor. Yana chorvachilik uchun boshqa jihozlarimiz bor. Aziz do'stlar, nomer qoldiraman. Aloqaga chiqinglar, like bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.